Bu dunyoda nima bo'lsa ham hammasi yaxshilikka. Bu ibora Kandid yoki optimizm nomli kitobdan olingan. Bu asar fransuz yozuvchisi Voltairening eng mashhur va eng ko'p chop etilgan asarlaridan biri. Ushbu kitobda biz balki adabiyotdagi eng optimist qahramonlardan biri Kandid bilan tanishamiz. Uning ustozi Pangloss uni bolaligidanoq shunday g'oya bilan tarbiyalaydi. Bu dunyoda nima bo'lsa ham hammasi yaxshilik uchun bo'ladi. Pangloss o'zi ham bu fikrga butunlay ishonadi va shogirdi Kandidga ham shunday ishonch singdiradi. Kitob orqali biz bir muhim narsani kuzatamiz. Inson hayotida nimalarni boshdan kechirmasin, agar u faqat bir fikrga yopishib olib, voqealardan saboq olmasa, uni qanday holatlarga olib kelishi mumkin. Eng qizig'i, kitob oxiri sizni shunday o'yga soladi. Hammasi rostdan ham yaxshilik bilan tugadimi? Kandid oxirida o'z dunyo qarashini o'zgartirdimi? Voltairening bu optimistik tragediyasi o'qishga arziydigan asar. Yana bir yaxshi jihati, kitob juda qisqa, atigi 70 bet. Agar joy yoqmasa, o'qishga ketkizgan vaqtingizga achinmaysiz. Keling, qisqacha syujetga ham to'xtalaylik. Kandid kichik bir baron qasrida kambag'al bola sifatida yashaydi. Uning boshiga tushgan birinchi katta tashvish u qasr egasining go'zal qizi Kunigundaga muhabbat qo'yishi bilan boshlanadi. Bu munosabat fosh bo'ladi va uni qasrdan haydashadi. Kandid ko'chada qiyinchilikda yashaydi. So'ng bolgar armiyasiga askar sifatida yo'llanadi. Urushda qatnashadi va og'ir voqealarni boshdan kechiradi. Gollandiyaga yo'l olib, u yerda yana ustozi Panglossni uchratadi. Undan qayg'uli xabar oladi. Bolgarlar baron qasriga hujum qilib, uni vayron etgan va u yerdagi barcha yashovchilarni o'ldirgan. Kandid va Pangloss birga Portugaliyaga suzishadi. Lissabonga kelgan paytlarda esa shiddatli yer qimirlashi ro'y beradi. Qo'rquvda qolgan xalq yangi kelganlardan tashvishni ular olib keldi deb, ularni qurbonlik qilish kerak deyishadi. Natijada Pangloss osiladi. Kandid esa qamchi bilan jazolanadi. Ammo esa bu atiga boshlanishi. Keyin Kandid yana boshqa murakkab sarguzashtlarga duch keladi. O'sha mashhur afsonaviy Eldorado mamlakatiga yetib boradi. Biroq hatto u yerda ham u haqiqiy baxtini topa olmaydi va uni tark etadi. Bu sarguzashtlar davomida Kandid hayot haqida yangi saboqlar oladi va kitob so'ngida u va unga sherik bo'lganlar o'z bog'imizni parvarish qilishimiz kerak degan xulosaga kelishadi. Buni esa faqat kitobni o'qiganlar tushunadi.